Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa Qarshilarda labo tayyor holatda akamiz bizani YouTube, Instagram tarmoqlarida kuzatib borar ekanlar. Xudo xolasa ishimizga havas qilib tashrif buyurdilar. Akamizni xohishlariga binoan yig'ma karkaslarni o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek, balandligi pol qismidan tom qismigacha davlat standartlari, harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda bo'lgan. Ya'ni 1.30 qilib berganmiz. Kabinadan 22 sm chiqib turgan bo'ladi. Akalar, tentlarimiz keladigan bo'lsa, tentlarimiz koreyskiy bo'ladi. Xudo xolasa mana arqonlari ham hammasi joy-joyida. Ikki tomondan bitta e'tibor qilib qo'yasizlar. Akkuratniy qilib ustanovka qilib berganmiz va oldi tomoni bilasizlar ochiq bo'ladi. Zashita bo'lishligi uchun mana alkafondan ham kesib qilib berganmiz akalar. Xudo xolasa taqqillash, ya'ni asabga tegish holatlari kuzatilmaydi. Mana yonlarida yupichkalargacha qilib berilgan. Orqa tomoniga akamiz xohlagandek nikel nержавейкalik qilib bamper qilib berganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranida telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, ushbu videoni yaqin do'sti birodaringlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.